Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Uzaqroq so'roq qilskan deydim. 13 sentabr. Nurmamat meni yerim kechida chaqirtib, avval varqirab sur ko'rsatgan bo'ldi. U burun so'ralmagan so'roqlarni so'rab, meni qaymoq turmoqchi bo'lgandek qilatdi. U avval Dilyar bilan tunji qitim nada ko'rishganligimizni so'radi. Shu daqiqada qandoq javob berishning eng bexatar bo'ladiganligini o'yladim. Esimga Dilyarning tor dunyosida dong chiqargan Uyg'ongandan keyin degan romani keldi. Bu roman torda million qatimdan ortiq ko'rilgan edi. So'roqqa tordagi millionlagan o'qirmanning biri bo'lib javob bersam, boshqalar chetilib qolmaydi. "Ey, kimni ahmoq qilasan? Dilyar sen bilan Davud Obulqasimning uyida ko'rishgan deydi-ku", deb varqirdi Nurmamat. To'g'ri, shu yerda ko'rishganimiz rost. Ammo undaq desam, so'rindi yana kimlar bor edi? Nima deyishgan? Sizning 80-yillardagi o'quvchilar harakatining rahbari Davud Obulqasim bilan nima munosabating bor? Degandek savollarning so'ralishi aniq edi. Shunga Nurmamatning ko'ziga tikilib turib, "Balkim Dilyar to'g'ri aytgandi. Ammo mening uni Davud Obulqasimning uyida ko'rganim faqat esimda yo'q. Men asarlari torni qaplagan bir yozuvchi, shunga men bilan ko'rishgan. Asarlarimni yoqtirgan kishilarning esida qilishim hayron qolarlik ish emas. Ammo men odamlarni oson esimda tutolmayman. Men odamlarni chiroydan emas, ta'sirli kechmishi, yozgan asarlardan taniyman. Shunga Dilyarni Uyg'ongandan keyin degan romanidan tanimasam, sorunlarda 10 qitim uchrashsammo esimda qolmaydi. Men tunji qitim Dilyar bilan Al-Kuyi to'rida romani e'lon qilingandan keyin adabiyot va romanlar haqida paranglashib tanishgan", dedim. "Undaqda Dilyarning aksi Davud Obulqasimni cho'qim taniysan. U mu sendek yozuvchi, Shinjong madaniyatiga maqol yozdikan-ku", dedi Nurmamat oldimga devaylab. Onun bu savoli meni o'ylantirib qo'ydi. Qaraganda, u meni 80-yillarda harakat qo'zg'agan kattalarga bog'lab, shu harakatning davomlashtiruvchisi qilmoqchidek qiladi. Ammo uning Davud Obulqasim Shinjong madaniyatiga maqol yozdikan degan bayonidan Davud Obulqasimning zodi kimligi, nima yozdiganligidan bexabarligi chiqib turadi. "Men odatda Shinjong madaniyatini o'qimayman. U jurnalga maqol yozdiganlar bizni zamondan qolgan koni muqam bilan davri o'tgan eski to'qimga so'raydi. Meningcha bo'lsa, hozirgi davrda muqamning o'rniga Hollywood, to'qimning o'rniga Toyota'ni dastatmay bo'lmaydi. Biz xalqimizni eshakka to'qimini to'qib minib, muqamni bo'lishiga to'lab yashaydigan kon hayotdan zamonga loyiq turmushga boshlab kirishimiz kerak", degach, uning chiroyini kuzatdim. Bu gaplarim uning nazaridagi mening Amerikada o'qigan taraqqiyparvar salohiyatimga mos keldimi qandaq javoblarimga ishondi. Natijada u Davud Obulqasimning uyida ham dasturxon bo'lgan kishilar to'g'riliq so'roqni tashlab, men bilan Hollywood, Jackson va Amerika haqida tog'dan bag'dan paranglashishga tushdi. So'roq shu shaklda davomlashdi. Meni 1987-yildagi o'quvchilar harakatining boshchilariga chetalmagandan keyin Erkin Osiyo radiosiga bog'lab so'roqni boshlavatdi. Men Erkin Osiyoning bir muxbiri bilan yaqin do'st bo'lib, u aka og'inam edi. 2009-yili Washingtonga borganda uning uyida bir qancha kun turib mungdashgan edim. Lekin men uningga vatandan chiqqan uchurlarni yetkazganda boshqa alohida bir ilxat ishlatdim. Oshkora ilxatimda u avatib solgan bir rasmim bor edi. Men bu so'roqlarning shu sababdan ekanligini bildim va oramizdagi do'stlikni yoshirib yurmadim. Uning bir inisi muxbir aksi sababli tutilgan edi. So'roqlar u haqdami bo'ldi. Unimi yoshirib yurmadim. "Seni Erkin Osiyo avatgan. Erkin Osiyoni Amerika qo'llaydi. Sen har qancha aqlasangmi, Amerikaning Shinjongni bo'lish planiga moslashish uchun kelganingni yo'chirolmaysan", deb varqirdi Nurmamat. Diqqat qilsam, u meni
Uyg'urlarning vatanda qilgan norozilik harakatlari bilan Amerikaga va chet eldagi da'vo faoliyatlariga bog'lab boplamoqchidek qiladi. Nurmamatning menga ishlatgan so'roq taktikalari har xil edi. Ba'zida qasddan meni to'rga ulangan kompyuterning oldida qo'yib, tamaka chekkili chiqib ketadi. Ba'zida telefonini yonimda unutib, tamoqqa chiqib ketadi. Yana ba'zida meni ozroq yeb ichi bilan ta'minlasamla, kepilga qo'yib beradigan bo'lib, yo'llamoqchi bo'ladi. Men bo'lsam uning aldashlariga emas, varqirashlariga, zarbalariga odatlanmoqda edim. Chunki bu g'azab va zarbalarning hech birida qasddanlik va nafrat yo'q edi. Nurmamatdan nafratlanmaydim. U varqirasimu, tillab ketdimu, o'zimga elib ketmaydim. Uning qo'lida tayoq yesammu, azoblanib puchlanmaydim. Chunki u bu ishlarni tabiatida nafrat, razillik, rahimsizlik bo'lg'achqa qilmaydi. Faqat bizni har vaqt kuzatib, singa elib turgan ko'z uni shunda qilishga majburlaydi. U shu rahimsizliklarni qilgan chaqdimi, ko'zlari menga tikilib qarayolmaydi va pat-pat beshimizdagi kameraga qarab qo'yadi. Uning naqadar majburlanayotganligi chiroyidan ma'lum edi. U meni qiynab azoblanatdi. Ochiqini chiqarish uchun bosh ko'zlarimga, tog'iq va ballarimga shapaloqlab ketadi. Demamsan deyman hey, deb qutulmamsan. Sana nima kun bu? Meni sarang bo'lsin demsan, deb varqirashlaridan uning azobini anglab qolatdim. So'roq qilinsamkan deydim. Nurmamatning so'roqqa tezroq kelishini, uzoqroq so'roq qilishini arzu qilatdim. U qilgan so'roq kamerdagi xo'rliqdek 24 soat davomlashmaydi. U faqatla hukumatga 8 soat ishlaydigan ma'mur edi. Eng qabih bo'lgani qamoqdagilarning tamoq yemay, uxlatmay, suvsiz qo'yib qiynashlari edi. Bo'libmi qamoqdagi fidoi so'roqchilarning tambilini yo'g'izish, po'qini surtkizish, do'mbisini uvlatish, tartini to'kkizishlari bo'lsa kechayu kunduz yuz berib turadi. Shunga so'roqda Nurmamatning qilganlariga sabr qilishda bak qiynalib ketmadim. Nurmamat boshlagan so'roqlarga bara-bara o'zimning Amerikada, Turkiyada musofirlikda anglagan bilganlarimni qo'shib, so'zib javob berishga boshladim. Chunki so'roq qancha uzun davomlashsa, mening darizlari sirtqa ochiq yerda turish furstim shuncha uzun bo'ladi. Sirtqa chiqolmasammi, darizasi sirtqa ichilgan so'roq uyida o'zimni dunyo bilan tutashgandek, ovozim va nafaslarim bo'lsimi, erkin dunyoga chiqib ketayotgandek huzurlanatdim. Dunyoda shamolning borligini so'roqxonaga meni yo'qlab kirgan salqin kuz shamolidan bilatdim. So'roqxonada men 24 soat purashqa majbur nijosat, ter va qo'ltiqlarning purqidan qutulib, gullarning, tuproqning, isning purqini ochiq derazadan purayolaydim. So'roq qancha uzun davomlashsa, ruhsiz mahbus va bezor gundupaydan boshqalarni ko'ralaydigan vaqtim shuncha uzraydi. So'roqxonaning ochiq eshigidan xushpuroq atir sepgan, rangdor kiyingan advokat xonimlar va jo'shqin, so'latlik afandilarni ancha muncha ko'rgili bo'ladi. So'roqqa chiqqandila pokiz hojatxonada odamdek o'ltirib tarat sundiralaydim. Chiqib kirgicha ko'k osmon, oq bulut, yeshil chimliq va gullarni ko'rib, qushqochlarning vichirlashlarini anglayolaydim. Shunga qiynalsammu, azoblansammu, so'roqchilarni patroq kelsikan, uzoqroq so'roq qilsikan deydim. Ertasi tushda kelgan Nurmamat va Mo'g'ul chiroy ancha ko'p so'roq qilmayla bir Xitoy gundupayni chaqirib, menga yip-yangi qishliq mahbus kiyimi oldirib berdi. Nurmamatning Xitoy gundupayga bu degan Uyg'urlardan chiqqan olim, Amerikada o'qigan, Turkiyada tadqiqot qilgan, Xanzuchidan boshqa yana 4 xil til biladi. Jinoyatchi bo'lsa-mu, mushundoq o'qimishliq bo'lsa, so'roq qilsangmi boshqacha huzur bo'ladi ekan. Mushundoq jinoyatchidan mingi bo'lsa-mu, so'roq qilib zerikmaydim, dedi. Ondan menga qarab, "Mavu Xitoylar bizni butunlay savodsiz, o'g'ri, oqchi ko'rib qolmasin. Sen bilan bir maqtanib olay.
degan edi. Shu kechisi tugmalariga qadar ochiq ter puraydigan koni kiyimdan qutulib, Nurmamat akaldirib bergan yangi yumshoq chapanni beshimga yostiq qilib, obdan uxlagan edim.